Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch tuman Ray Center'da izlar. Qiz yapımından girib kelsangiz bo'ladi ekan. Ko'chaning boshida 19 marshut o'tib turibdi. Shuni ajoyibot qurilgan 165 kvadrat metrdan 2 dona hovuzamiz sotuvga chiqdi izlar. Xalasangiz podключ, xalasangiz shpaklovka berishlari mumkin izlar. Kelishilgan holda bo'ladi. Yurtgan sin soqol qismi polni kafel qilingan. Fasadlari trading bo'lgan, alifalla qilingan. Izlar bilan tarafdan garaj qismi bor, mashinkadan mesalar ham bor. Xonadonimizda deyishlar. Bundan bu bergindan bu 165 kvadrat metrda joylashgan konzessiyalardan chiqqan. Hurmatli vatandoshlar, ustalar ishlab turibdi ekan, hali bitmagan. Bitirib, taxlab beradi. Xalasangiz, podключ, xalasangiz shpaklovka holatida. Ishlar ham sifatli, aynali ishlar ham qo'yilgan. Bismillah deb giramiz. Yana tarafında bog'cha, maktab, bazlar xonadonimizning. Transportdan muammosi yo'q. Suv, svet, gazi VIP hazır. Girganlikning keng davom. Açık dalan bo'ladi. Lesinsamız quyma o'ng tarafda joylashgan. Xonadonimiz hamma yeri oyoqlari 100% tepli-pol. Bo'ladi ekanlar, tepli-pol qilganlar уже. Chap tarafimizda elektrik avtomatlari Eurostilda montaj qilingan ko'rib turgansizlar. Ustalar ishlab turibdi. İş davom etib turibdi. Bu tarafda chap tarafimizda birinchi zal qismi bo'ladi. Zalimiz ham keng, eni 3,5, uzinasi bir 6 metrlarga chiqib boradi. Shpaklovkadan chiqib turibdi. Patolog qismi gipsokardon qilingan. Bu tarafda sanuzellar joylashgan. Sanuzellar devorlar polni kafeldan chiqibdi. Oyoq tillarini kanalizatsiya ishlari ketib turibdi. Plita bilan bosilgan birinchi qavatimiz. Bu tarafda yana bir xonamiz. Hazlar birimiz 3,5-4,5 metr kattalikda tushgan oyoq tillari tepli pol, laminatlarni qilib taxlab beradilar. Patolog qismi esa gipsokardon qilingan. Pastda bir zol, bir spalni, bu tarafda oshxonasi joylashgan. Oshxonamiz azlar berining ko'rib turganingizdek podvola bor. Menda juda bir banka qo'ymoqqa podvol qilganlar. Gaz to'shqalar giyan. Shpaklovkani hududda kellasizlar. Bu tarafda orqa tarafida bir ozroq mestasi bor. Tepli pol kollektorlari bu yerda joylashtiriladi ekan. Shlankalar shu yerda joylashgan. Arka tarafdan ishlari ajoyib sifatli ishlardan qo'yilgan. Bu tarafda azza mashin qo'ymoqqa mesta qoldirganlar. Ajoyib ikki mashin orqaga sig'ib turaveradi. Fasad qismi polni, krugoy, trading qilingan ekan. Pindemit podushkalarni baland ko'rib turganingizdek ko'rinib turibdi. Yerning ustida, yer tenda qolib ketgan emas. Azza bir para joydan kelmaydi. Sifatli qurilish qilganlar. Qurilishni umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yine bir yandan gözetip danıştırıp baraveramiz azizlar. Lesinsamız quyma. Bismillah deb ikkinchi qavatdan chiqamiz azizlar. 3 xonasi ega, ikkinchi qavatda bir zal, 2 spalni bo'ladi. Bir yandan gözetip baraveramiz. Shpaklovka variantida azizlar hamma ishi bitadi. Bir devor oboy bo'lmaydi. Xalosan oboy qilib remontdan chiqarib beradilar. Lustra, kuxnya mebellarni qo'yib, bu azizlar o'zgacha baho bo'ladi, 100 million qimmat oladi. Birimizning oyoq tillari istashga tepli pol, razmeri ham katta, aynalar plastik romlardan, bu tarafda yana spalni 3,5-3,10 razmerda tushgan, bu yerda tepli pol kollektorlari joylashgan ekanlar, aynalar plastik romlardan. Bu tarafda yana bir xonasi 3,5-4lik azizlar. Hoppa qilgan shpaklovka qilib qo'ydilar. Hazar alternativdan bo'lsak, Urganch tuman Ray Center'da qiz yaponiyadan kelib keladi, Mushil chata yaqin. Şimdi 2 qavatli 165 kvadrat metrda 2 dona hovuz joyimiz sotib chiqdingizlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizlar, prямо mulkiyasini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib kelishib olaverasizlar. Hazar narxini aytib o'tamiz. Narxi shpaklovka variantida hamma ishlari bitadi. Lustra kuxnyasiz 750 million so'm, 850 million so'm bo'lsa lustra kuxnyasi hazar remontdan chiqarib, taxlab beradilar, doğru girib yashidan aytib. 850 million so'm bo'ladi u bilan. Kelishadigan yeri bor ikkisidan. Dokumenti 100% tayyor, gaz, suvdan muammosi yo'q. Hamma tog' holatida topshiriladi mulkiyasini azizlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilarasiz, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Kanallarimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib, videolarimizni like bosib ko'chasidan chiqmasin. Azizlar, hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.